Futbol savoliga javob berasiz va Fidapdan burger yutib olasiz. Do'stlar, ta'til hozir yoz, yaxshi kayfiyat, shuning uchun sizlarga bitta YouTube'ga ajoyib video qilishga qaror qildik. Agarda yoqadigan bo'lsa, bitta like bosib ketaylik. Keyinchalik ham shunaqa videolar qilamiz. Xo'sh, video davomidagi savollarga sizlar ham javob berib o'tsanglar bo'ladi. Eng zo'rlari keyingi videoda chiqadi. Shuning uchun yaxshilab o'tirib olinglar. Albatta, Fidap zakaz qo'ysangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying va biz boshladik. 15 ta burgerimiz tayyor bo'ldi. Zakazlarimizni oldik. Mana voy, o'zim ham jon deb yegan bo'lardim, lekin bu sizlar uchun do'stlar. Hozir ko'chada tavakkal odamlarni to'xtatib va ularga futbol savollarini beramiz va to'g'ri javob berishadigan bo'lsa-da, albatta shu ham mazali burger yutib olishadi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Futbol tushunasizmi yaxshi? Futbol uncha tushunmaysizmi? Qarang, men sizga bitta savol beraman. To'g'ri topsangiz sizga Fidapdan burger beraman, bo'ladimi? Mana futbol uncha tushunmayotgansiz. Bitta savol, jahon chempionatida yodganda bitta terma jamoani ayting. Qaysi o'ynagan? Любой. O'zbekiston, to'pdan. Молодец. Osh bo'lsin. Sog' bo'ling. Xo'p, charchamang. Futbol tushunmagani uchun endi oddiy savol berdi. Agar tushunamiz deysa, shuni yaxshigina qiynaymiz hali. Odamlarni ham topish o'ylaganimda oson emas ekan, chunki yo'lda to'xtamaymiz. Yo'l qoidalariga baribir ham rioya qilish kerak albatta. Shuning uchun mahallalarning ichiga kirib, o'sha yerda qidirishga qaror qildik. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Futbol ko'rasizmi siz? Futboldan savol beraman. To'g'ri javob bersangiz sizga burger beramiz, bo'ladimi? Jahon chempionatida kim yutgan? Men sizga osonroq boshlaymiz. Jahon chempionati kim yutgan? Qalaysiz? Shu yildami? Da, shu yilda. Ispaniya yutgan. Xo'p, yaxshi. Sizga ham mayli bitta savol beramiz. To'g'ri topsangiz, sizga ham priz beramiz. Ispaniyaga qarshi, mana bitta burger sizga. Ispaniyaga qarshi kim o'ynagan edi jahon chempionatida? Молодец. Yaxshi bilar ekan bu bo'ldi futbolni, ha? Mana Fidapdan burger sizga. Yoqimli ishtaha. Ha. Savol beraman, futbol haqida savol beraman. To'g'ri topsalaring burger beraman, kelishding? faqat akam berganlar-da o'zi. Bo'ldi, xo'p, qara. Qaysi klubga bolits qilasan? Real Madrid. Hammasi Real Madridsan? Sen ham Real Madrid. Barsaga sразу o'tib ketding. Barsa. Bo'pti, xo'p, Barsa bo'lsa, xo'p. Barselona tarixidagi eng yaxshi to'prar kim? Messi. Молодец, 5. Krasavchikmi? Endi Real Madridga. Bo'pti, Real Madridda o'ynayotgan yoki o'ynab bo'lgan 3 ta darvozabonni. Vratar. Aha. Lunin. Navas. 5 tacha. Молодец, zo'r. Yaxshi bilar ekan. Молодец. Bolalar futbol ko'rasizlarmi sizlar? Ha. Va alaykum assalom. Futbolda savol bersam topa olsangiz sizlarga burger beraman. Kelishdingmi? Qaysi komandaga bolits qilasiz? Real. Realga? Xo'p, Real o'zi ko'p bo'ldi, mayli. Bitta savol. Messi nimaga Realdan ketdi? Messi Realda Messi o'ynamaydi. Молодец. 5 tasi. Yaxshi, krasavchik, ber bitta burger. Mana senga. Tingisi, to'xta, senga berib bo'ldi, endi o'rtoqlaring chaqir. Xo'p, qiyin savol beraman. Javob bera olsang, mayli beraman. Kelishdingmi? Xo'p. Kylian Mbappe 3 ta turnirda to'prar bo'ldi. Qaysi turnirlar bu? Bu mavsumda. Bu mavsumda Jahon chempionatida. O, молодец. Chempionlar Liga. Aha, to'g'ri. Keyin La Liga. Voy, shu zo'r bilar ekan bu, lekin futbolni молодец. Dak. Krasavchikman. Ukangga berasan akangga. Bo'l. Aka, assalomu alaykum. Futbol ko'rasizlar? Futbol. Uncha ko'rmaysizlar. Ozgina bo'lsa ham bilasizmi? Qarang, savol beramiz-da, to'g'ri javob bersangiz burger beramiz. Qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Real Madridda hozir o'ynayotgan 3 tadan futbolchini aytingmi? Mbappe, Bellingham, Vinicius. Yaxshi. Men sizga bitta burger. Mazza qilib olasizlar-da, endi ish payt. Xo'sh do'stlar, mana uyga ham qaytib keldik. Bu eksperimental video bo'lgani uchun unaqa uzun qilolmadik. Agarda sizlarga chinakam yoqgan bo'lsa, yana shunaqa ko'proq chiqishini istaydigan bo'lsanglar, albatta like bosib ketinglar va izohlarda nima sababdan bu sizlarga yoqganini yozib ketinglar. Shunga qarab, biz ko'proq bunaqa videolar albatta sizlar uchun chiqaramiz. O'zi bilasizlar, men faqatgina o'tirib videolar qilaman, lekin sizlar uchun sal qiziqarliroq kontent bo'lsin deb shunaqa qilishga qaror qildik. Albatta Fidapga ham bu videoni qilishga yordam bergani uchun minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Va bo'ldi, sizlar bilan Umarida ko'rishguncha xayr.